Assalomu alaykum aka. Va alaykum. Kelarding? Kelyapman aka ishdan chiqib. Oylik oldingmi? Bekorga kelmagandirsan? Oylini ertaga berishar ekan. Adammi, sizlarni ko'rgani keldim aka. Esingdan chiqmasin-a. Ketdi. Nima jinnili bu, nima qilyapsan? Voy aka, nima qilibdi? Adam oyoqlari kir bo'lib ketibdi, o'shunga yuvib qo'yib Ada, assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Pochcham yaxshimidi? Hamma yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ishlaring joyidami? Bo'ldimi? So'rashib bo'ldilaringmi? Aka, men bo'ldim. Keling, adamni joylariga olib qo'yaylik. Nima? Bitta mana adammi? Mana ukangga. Karochi, pul olib keldilaringmi? Men bu otamizni boqib o'tirishni o'zi bo'layotganing, oldingi oy bergan pullaring dor-darmondan ortmadi. Dahmazasiz. Mazza qilib yashayotgan bo'lsalaring, pulni tezlashtiriladi. Berayotgan bo'lsalaring, o'zlaringning otalaring uchun beryapsizlar. Muhammad Yusuf. Ha, de. Bolam miyalarim otilib ketayapti. Shunda bosh og'riq dori bilan suvab kelib ber. Xo'p, nech pul berasiz? Nima deganing bu? Dodamga qarayotganingiz uchun ammam bilan amakimdan pul olsiz. Aytganingizni qilayotganim uchun sizdan ham pul olsam nima qildi? Badal qattin bukkanlar, ona yoshin to'kkanlar, o'lmay kafan tikkanlar, o'z umrini qiydilar, qaytar dunyo deydilar.